Hikoyali kampirning yeriga ko'z tikkanlar qishloqning chekkasida Zulfiya opa degan kampir yashardi. Yoshi 80 dan oshgan bo'lsa ham halovat bilan kun o'tkazar, hovlisining chetida kirgan gilos daraxtini bog'lab har tong duo qilardi. Uning eri ham, farzandlari ham allaqachon o'tib ketgan, yolg'iz yashardi, lekin bir qarich yerini ko'z qorachig'iday asrardi. Chunki bu yer eri bilan birgalikkan, bir umr ter to'kkan joyi edi. Bir kuni qishloqqa yangi tadbirkorlar kelib, katta imorat qurmoqchi bo'lishdi. Ular yerlarni sotib olayotganda, kampirning hovlisi ham ularga yoqib qoldi. Zulfiya opa yerini sotib yuboring dedilar ular. Pulini yaxshi beramiz. Kampir jilmaydi. Bolalarim, bu yer pul uchun emas, bu yer mening umr hikoyam. Tadbirkorlar ketdi, lekin niyati ketmadi. Bir hafta o'tib, kampir uyiga keldi. Hovlisining bir tomonida belgilar qo'yib chiqilgan. Go'yoki yer ularga tegishli ekan. Kampir hayron bo'lib mahallaga bordi. Mahalla raisi esa ko'zini olib qochdi. Eshikdan hujjatlar kelgan dedi u. Siz imzo qo'yibsiz. Kampirning qo'li titradi. Men hech narsa imzolamaganman. O'sha payt unga bir haqiqat urib keldi. O'sha tadbirkorlar bir kuni kelib sodda gaplar bilan qog'oz ushlatgan, lekin kampir o'qimagan, ishonib imzo qo'ygan edi. Qishloqdagilar jim bo'lishdi. Yaxshi ko'rgan qo'shnilari ham gapira olmadilar. Hamma boylarning orqasidan qo'rqardi. Lekin birgina bola jim turmadi. Kampirga non berib yuradigan qo'shnisi Diyor kampirni olib prokuraturaga bordi. Ariza yozildi. Sud bo'ldi. Tadbirkorlar aldov bilan hujjat o'zgartirgani fosh bo'ldi. Oxiri yer yana kampirga qaytarildi. Diyor eshikka kirganida kampir yig'lab turardi. Bolam, men hamma narsani yo'qotdim deb o'yladim. Lekin bir narsani tushundim. Odamning yerini tortib olganlar ko'p, lekin adolatni qaytaradiganlar kam. Kampir bolani duo qildi. Va o'sha kundan keyin qishloq bilib qoldi. Haqiqat baland ovoz qilmasa ham baribir g'olib bo'ladi.